Nasosni yotqizib qo'yiladimi yoki tikka qo'yiladimi savol beribdilar. Bu savolni juda ko'p berishyapti. Bu bo'yicha 5-6 video ishlagan bo'lsam, mana shu holatda qo'yish mumkin emas. Mana shu holatda qo'yish mumkin emas sistemaga. Mana turba ketyapti. Buni turg'izib tikka degani mana shu bo'lsa, bu mumkin emas. Buni mana bu holatda qo'yish kerak. Qolisi tepaga qaratib qo'ysinlar, qolisi bunday. Mana bu kallasi va mana bu klemni korobkasi tepaga qarab turishi kerak. Tushunding? Nasosni biz ko'proq podachaga qo'yamiz. Bir xilgi ustili obratkaga qo'yish kerak deb bizning ishimizdan ayb topishadi. Sizni fikringizcha qaysi birida effekt kuchliroq deb savol beribdilar. Yana xuddi shu sirkulyatsionni bo'yicha savol bo'lgan ekan. Endi bunda agar endi sodda qilib aytganda eski kotellar bo'lsa, temirli kotellar bo'lsa, buni obratga qo'yish yaxshi. Chunki obratga qo'yganing foydasi eski kotellar 100 gradus yoki 100 dan baland chiqib ketib qolsa, bunga shikast yetib qoladi. Shuni hisobiga obratga qo'yish shart desa ham bo'ladi. Lekin qolgan holatlarda obratgan podacha ham unaqa muhim joyi yo'q. Sistemaga bog'liq narsa. Turi xadoga qo'yiladimi, qo'yilmaydi, o'sha joyiga qarab turib obratga podacha qo'yiladi. 400 kvadratli uchastkaga qanaqa kotel maslahat berasiz? Yaxshi sizdan kerak. 400 kvadratli joyga tepla rashotlarning hisobini olib qo'ygan yaxshi. Endi jadar tilda hamma tanlaydigan yo'li shu sraz 400 bo'lib yorishadi-da, o'nga bo'lib 40 kilovatli to'g'ri kelsa ham shu 45 kilovatli deyishadi. Shunaqa mo'ljal qilishadi. O'zi buni hamma biladi. Fel kotel past gazda ishlaydimi, konsessioniymi deb savol berishdi. Past gazda ishlaydimi degani, endi gazni millibar bor, qaysi millibarda, aynan qaysi millibarda ishlashini ayta olishimiz mumkin, lekin past gazni darajasini biz hozir bila olmaymiz-da, qanaqa past. Lekin ishlagan joylari ko'p bo'lgan. Dom uchun eng yaxshi kotel tavsiya qiling deb yozordilar. Kotel otganda Italiya, Germaniya, Turkiyaga olish kerak, imkon bo'lsa. Agar iloji bo'lmasa, Xitoy olib qo'ysa ham bo'ladi. Necha atmosfera bilan haydaydi shunaqa nasos deb yozibdilar. Menimcha sirkulyatsionniy nasosni nazarda tutib aytganlar. Hop, bu nasoslar o'zi yozib qo'ygan. Bular faqat davleniya bermaydi. Bularning balandligi va kubi yoziladi, suv xarajati yoziladi. Bu sistemaga qarab qo'yiladi. Bu davleniya bergan nasos emas. Xo'p, nasosni yuzidagi har xil son va raqamlar nimani bildiradi? Shu to'g'risida tushuntirish bering deb yozibdilar. Hop, nasosda vattini yozadi va litriga qancha minutiga qancha litr suv sarfini yozadi va balandligini yozadi. Necha balandlikka otishini. Bo'ldi, savollarimiz tugadi. Shunaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yig'ib bitta video tayyorlab javob berib boramiz. Sog' bo'lasizlar.